Assalamu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumid Xo'ja Abdulla Qarqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Poshshaxon bilan Tillaxonning Xolidani qutqizib, uyiga akelib olgan yeriga kelib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Poshshaxon qo'lidagi kitobni yonga ilib qo'yib, pat-pat Xolidaning karvetining hiniga kelib, uning peshonasini tutib boqatdi. Poshshaxon nima sababdan Xolidaga bundaq mehribonlik ko'rsatganligini o'zimi tushunmaydi. Shunda qilib, Poshshaxon bir kecha kirpik qaqmay Xolidaning holidan xabar elib, atsi atdiganda Xolidaning karvetining oyoqiga beshini qo'yib uxlab qoldi. Tillaxon bir chog'larda uyg'onib soatiga qarab, namoz vaqtining o'tib ketganligini bildi. Chunki azon ovozi bu yer osti uyga anglanmaydi. U o'rnidan turib akasiga o'zining jo'visini yepib qo'yib, putining uchida dassab, mashning kulini ovoz chiqarmay elib, o't qalashqa boshlagan edi. Xolida Tillaxon uyg'onmasda allaqachon uyg'onib ketgan edi. Lekin u karvetining oyoqiga beshini qo'yib uxlab qolgan, bir kecha o'zining atrofida parvonadek cho'rgilab, kesildan xabar olgan bu mehribon yigitni uyg'otmaslik uchun ko'zini ichib midir-sidir qilmay yotgan edi. U oqshomdan beri bo'lgan ishlarga qarab, bu bir tuqqan aka-ukaning bir-biriga bo'lgan mehribonligidan ta'sirlandi. Oqshimi Poshshaxon ukasining yotqinini yo'ygab chiqqanchilik qilgan edi. Chunki Tillaxon azaldan chala uyquchilikda yepindigan yotqanni ostiga besib yotadi. Poshshaxon ukasini uyg'otmaslik uchun yondagi karvatdagi o'zining yotqinini uningga yepib qo'ydi. Tillaxon birdamdikin unimi ostiga besib yotdi. Bu chaqda Poshshaxon o'zining qimmat baholiq chuvusini uningga yepib qo'ydi. Xolida bularning hammini ko'rib yotgan bo'lg'achqa, Poshshaxonning ukasiga bo'lgan amroqligidan hayron qolgan edi. Birdamdikin bir qancha yigit qo'lida og'zi yepilgan qachilarni ko'tarishib, yer osti uyga kirib keldi. Bir qachida sho'rpa go'sht, bir qachida sho'la osh, bir qachida ho'r chiqib turgan sut. Xolida bu qirqigandek yosh yigitlarga qarab, yer tüydən ularga salom qildi. Yigitlarmı qizning bugun atdigan boshqacha chiroyli bo'lib ketganligini ko'rib, bir-biriga qarashib hayron qilishdi. Poshshaxon aka, dedi Tillaxon past ovozda akasini uyg'otib. Uyg'oning-a, endi nashta qilayli. Xolida bu ismni anglab, bu ismni nadidir bir yerda anglagandek, qaysidir bir kitobdan ko'rgandek o'yga kelib qoldi. Poshshaxon ukasining yenik nuqushidan uyg'onib, o'zining Xolidaning karvetining oyoqida uxlab qolganligidan nihoyatda xijil bo'lib, o'zini qo'yg'ili yer topolmay qoldi. U atdiyanlik nashtini nihoyat qizg'in qilishdi. Xolida bu yigitlarning bir-biriga tomoq sunishlarini, bir-biriga tomoq zo'rlashlarini, ondan ularning o'ziga to'xtamay, uni buni tanglashlarini ko'rib, bularning o'mligidan, bularning yaxshiligidan shundoq ta'sirlandi. Hay-to'y degicha oradan necha hafta o'tib, Xolidaning salomatligi musallamaza asliga keldi. Shahar vaziyati yana burunqidek jiddiy holatda bo'lsa-mu, ammo bularning zavod qo'rosi nihoyat jimjit edi. Turlik aqtirish, tintishlardan yanla xoli ketib boradi. Xolida zavod keyindagi orqa hovlida qomidan tikilgan qilin juvini yeping'ash, texi to'liq erib bo'lolmagan qorning ustida ko'k osmondagi quyosh bilan bas talashgandek yagona turadi. U kishining yuragini jig'iltadigan ashu shahla, nurliq ko'zlari bilan pat-pat ichyanchug'idagi saytiga qarab qo'yadi. Arqa hovlining yog'och eshigi ichilib, Poshshaxon bilan Tillaxon kirib keldi. Xolida ularni ko'rib guldek ichildi. "Oxiri keldinglar", dedi Xolida quyuq kirpiklarining orasidan Poshshaxonga kulib qarab. "Tushlik tomoq sovib qolay", dedi. "Bizmo sizning o'xshagan tomog'ingizni deb, akam bilan shuncha nerdan keldik", dedi Tillaxon akasiga ma'nili qarab qo'yib. Poshshaxon qizlarning oldida nihoyat tortinchoq edi.
u Xolidaning simdak badanining qama juvo bilan texmo latofatlik bo'lib ketganligini his qilib, uning ko'ziga qarayolmadi. Qarning sovuqi so'ngakdan o'tsimi, Xolidaning odatdan tashqari o'zligi, alohida nazokatli xulqi, shundoqla jonni oldigan kulkisi Pashshaxonning chekisidan to'xtamay tar eliyotdi. Pashshaxon yotiqini Xolidaga bo'shatib berib, o'zi ishxonada vaqtliq turayotdi. Ular Udul Xolida turayotgan uyga kirib, shu yerdagi marmar toshdan yasalgan yumaloq chirada o'tirib tomoq yeyishdi. Xolida tamoqqa bekla usta bo'lg'achqa, yigitlarning hammasi uning etgan tamoqiga amroq bo'lib qolgan edi. Bugungi zaytun yig'ida etilgan polomu nihoyat o'xshagan bo'lg'achqa, Pashshaxon o'zi yolg'izla bir tovoq poloni bekor dedi. Pashshaxonning qovul bo'y bastini bütün ostonda bir deyishga bo'ladi. Shunlashqa uning odatda ishtihosimi yetkicha bor edi. Xolida boshqa yigitlardan Pashshaxonning bir o'ltirishida kichik bir paxlaning go'shtini yeb bo'laoladiganligini anglagan edi. Shunga u Pashshaxonning oldidagi tovoqni yana osh bilan liqlab, o'zining qachisidagi go'sht bilan biyini uning ishining ustiga bosdi. Pashshaxon gap so'z qilmay oshning go'shtini ushshaq parchalab, poloni qo'za kallasi qilib ishtaha bilan mazza qilib yeyishga boshladi. Tillaxon akasining zo'q-sho'q bilan yana tomoq yeyayotganligini ko'rib, uning putiga asta dassab qo'ydi. Chunki qizlarning oldida jiq tomoq yeyish Tillaxonning nazarida bir xil xijilchilikda qolgan ishdek bilinadi. Bu chaqda Pashshaxon ukasining maqsadini tushunib, oldidagi yerim bo'lgan tovoqdan qo'lini asta yig'ib jim o'ltirdi. Xolida bo'lsa izchil Pashshaxonning tomoq yegan holatidan havaslanib o'ltiradi. "Aka, ilinga", dedi Xolida piyollarga choy to'ldirg'ach, "Talab bek sovuq, singib ketadi." "Yo'q singlim, obdan baqdim", dedi Pashshaxon ko'zining quyruqida ukasiga qarg'ash xijil bo'lib. Tillaxon akasining o'z ishtihosidan xijil bo'layotganligini his qilib so'z qistirdi. "Tomoqingiz bek o'xshag'achqa, akam rosa yeb qo'ydi. Endi biz mangayli singlim." Ular duo yondirishib uydan talaga chiqishdi. Xolida ularga qiymagandek, yataqning eshik busug'isida ularning mang'iniga birdam qarab turib, ondan oshxona uyga kirib ketdi. Arqa hovlining ishigidan putini ilib bo'lgan Pashshaxonning esiga tuyuqsiz bir ish kelib, ukasiga hozirla keldiganligini aytib kayniga yondi. Xolida ularni uzitib qo'yib, oshxonada china quchilarni yuvayotdi. Pashshaxon oshxona uyga kirib, juvisining ich yanchug'idan 2 quta dorini chiqarib Xolidaga sundi. "Xolida", dedi Pashshaxon uning ismini tasda eg'izdan chiqarib. "Bu dorining badanni quvvatlash roli alohida yaxshi deb anglab sizga kelgan edim. Bayam unutib qoptiman. Kunda ichib bering. Salomatligingiz texi to'liq asliga kelgani yo'q." Pashshaxon bularni deganda, uning yuzi shalpardek qizirib, yuragi ritmsiz so'qiyotdi. Pashshaxon mayli tomoq yeganda bo'lsin, yoki hozirning o'zida bo'lsin, yanala Xolidaning o'tliq ko'ziga qarashqa petinolmayotdi. Xolida bu fursatda Pashshaxonga qangucha qarab oldi. Mushu topda Xolidaning yuragimi ritmini yo'qotib, eg'izi qurishga boshlayotdi. "Rahmat aka", dedi Xolida umoq kulkisi bilan Pashshaxonning qo'lidan dorini ilib turib. "Meni deb ko'p jafo tortdingiz. Nadikini ko'proq alam eling." "Aka, bir gap bor edi, desam bo'larmi?" dedi Xolida Pashshaxonning ko'ziga tikilib qarab. "Qani, davring", dedi Pashshaxonmu oxiri chidayolmay, uning xuma ko'ziga sinchilab qarab turib. Xolida zavod qo'rasiga kelgan tunji oqshomla Pashshaxonni bir ko'rib, uningga ko'ngli tushib qolgan edi. Pashshaxonmu shu chog'ning o'zida karvatda behush yotgan Xolidani bir ko'rish bilan uningga ram bo'lib qolgan bo'lsa-mu, ko'nglida vatanini ozod qilmoqchi ayol zotini o'ylamaslikqa bel bog'lagan bo'lg'achqa, o'zini izchil Xolidadan qochirib kelyotdi. Shu sababdan u Xolidaga bir qitimmo tikilib qarab boqmagan edi.
Bu növbət u öz iradəsiga xilaf halda Xalidaning ko'ziga tikilib qarab, uning shahlo ko'zidan uning yuragining cho'nqur qatlamidagi ajoyib bir o'tning lavildab ko'ygunicha o'zi tarafga qarab eqib kelayotganligini his qildi. Degandek shu topning o'zida Xalidaning ko'z nuridan bir parcha o't chachirab chiqib, Podshohning yuragidagi lavildab kuyayotgan o'tning ustiga tashlandida, o'tni texmo avjiga chiqaribdi. Gulxonning tapti toza kuchayganda, bu qiziq harorat ichidan bir tal cho'q qerishgandek yanala udul Xalidaning yuragiga tushib ketdi. Xalidaning yuragi amdi bo'lolmay qoldi. U bir ojiza bo'lganligi uchun uning yuragining azob nolisi ulug' Allohning huzuriga ko'tarildi. Alloh uningga yordam qildi. Xalidaning kuygan yuragidan yana bir parcha qildak o't eqib chiqib, Podshohning gulxoniga tushdi. Xalidadan chacharab chiqqan bu bir parcha o'tni oddiy chaqlashga bo'lmaydi. Mana endi bu bir parcha o't Podshohning yuragini emas, uning butun jismini kuydirishga boshladi. Men sizlarning Turklar ittifoqining odamlari ekanliklaringizni bilaman, dedi Xalida samimilik bilan. Chunki dushmanlarning qo'lidan meni qutuldirib chiqish faqat sizlarning qo'linglardan keladi. Lekin sizlar o'zinglar to'g'riliq menga hech nima demedinglar. Xalida ko'ziga mo'litda yosh oldi. Sizlar tashkilotinglarning barliq faoliyatini mendan yushirib kelyapsizlar. Meningmi o'z oldimga yashash yo'lim bor. Men endi qaytay deyman. Aytganlaringiz to'g'ri Xalida, dedi Podshohxon uningga tasalli berib. Bu bizning sizga ishonmaganligimizdan emas, balki sizning salomatligingizning balduroq asliga kelishini o'ylaganligimizdan bo'lgan. Siz bilasiz, Ruslar bizni har tarafdan izlayotdi. Bizning harakatlarimizni bor kuchi bilan cheklayotdi. Vaziyat bizga nihoyat foydasiz holatda, shundaqdimi tashkilotimiz ozodlik harakatini to'xtatgani yo'q. Yigitlarimiz bor kuchi bilan tirishmoqda. O'ylab yetkusiz jafo mushaqqatlarni beshidan o'tkazmoqda. Bularning sizga bisim bo'lib qolmasligini o'ylab, sizga boshqa gap qilmagan Xalida. Deganlaringizga bir tarafdan to'g'ri Podshohxon, dedi Xalida ko'zdan oqqan yoshni surtib turib. Men o'zim bu uyda bo'lganim bilan ko'nglim yanala ashu xalqimda. Ko'nglim dafsanda bo'lgan bu vatanimda. Ko'nglim misli ko'rilmagan darajada ezilgan bu millatimda. Men har bir tiniqimni Allohga atavatgan bir musulmon turkman qiziman. Sizga desam Podshohxon aka, men dushmanimning qinini daryo qilib, jigirini ziqqa o'tkazmagicha hargiz bo'ldi qilmayman. Shunga qaytib ishimni boshlasam deyman. Xalidaning ko'zidan g'azab o'ti yalqinchaydi. Podshohxonga Xalida borgan seri mazmut, borgan seri zo'r ko'rinishga boshladi. Xalida singlim, dedi Podshohxon keskin holda. Armoningiz shu bo'lsa bo'pti. Bugunda boshlab harakatimizga qatnashing. Hammamiz bir yo'ldagi odam. Tinimiz va jinimiz faqat Alloh uchun, vatan uchun, turkman xalqi uchundir. Bu gapni anglab Xalidaning ko'ngli boshqacha ichildi. Uning mushu tapdiki xushalliqi aytib tugatkusiz bo'lib, uning Podshohxonning bo'yniga esilib qattiq vaqurg'isi bor edi. Podshohxonningmi hozirning o'zida uning xushal bo'lgan holatidagi qizlarga xos umoqliqiga, go'zallarga xos kulka nazokatiga qarab, uni qattiq bag'riga bosqusi kelyotdi. Qish chekitib Nuruz keldi. Arqadan yoz fasli o'zining rangarang puraklab echilgan gullari bilan haqiqat yo'lida shahid bo'lgan jangchilari uchun uzundan beri motam libosini kiyib, un-tinsiz yosh to'kayotgan bag'ri sunuq Turkmaniston zaminiga tasalli bermoqchi bo'layotdi. Mushu topda zavodning yer osti uydagi yumaloq ustalda Podshohxon qatorliq 8 odam jiddiy yig'in echiyotdi. Her qaysinglarning fikri nihoyat o'rinliq,
dedi Paşaxan təşkilat əzalarının fikrini anlığandan keyin. Gapni xuloslaganda, Moskva Yezi İgilik Universitetidagi Türkmen o'quvchi qiz Rus lükçekleri tarafidan növbət bilan basqınçılıqqa uchrab, oxiri o'zini o'ldirib oldi. Rus doiralari yanala bu ishqa izchil parvosiz qarab keldi. Uning saboqdoshlari haqiqatni yaqlab yuqoriga bu ishni doklad qilgan. Aksicha u ruslar bizning turkman o'quvchilarimizni to'plashib bo'lgunchilik paydo qildi deb qiyin qistoq tayoq to'qmoq ostiga oldi. Nurg'unlarni maktabdan haydidi. Türkmeniston xalqi bu ichinchiq fojiadan xabar topgan bo'lsa-mu, ruslarning dahshatli temir tapini ostida midir-sidir qilolmayotidi. Paşaxan g'azab bilan ustalga birni urib gapini davomlashtirdi. Türklar ittifoqi endi buning qarab tura olmaydi. Ruslar buning uchun zo'r badal to'lishi kerak. To'g'ri aytdingiz aka. Ayrim hisob ilishimiz kerak. Tashkilot a'zolari keyin-keyindan so'z qilib, o'z irodasini bildirishdi. Shuning uchun, dedi Paşaxan Tillaxonga qarab buyruq bilan. Siz bugunla Moskvaga qarab yo'l eling. Hozircha kichikroq bo'lsa-mu hisob kitobni bo'g'ib ayting. Bu ishqa munosabatlik u mal'ullardan birimi kam qolmasin. Kelarki hafta Moskvada xalqaro muxbirlar yig'ini ochilmoqchi bo'lib o'tibdi. Bu biz uchun yaxshi bir fursat. Biz bu ishni dastak qilib butun jahon ahliga ruslarning haqiqiy abdi bashirsini oshkorlashimiz kerak. Xolida siz Paşaxan qiyalmaslik nazari bilan uningga tikilib turib aytdi. Ostona xalq universitetidagi o'quvchilarni bir qatimliq namoyishga tashkillang. Qolgan yigitlarimiz bizga yordamlashsin. It hamon itligini qiladi. Ular bu qitim bizni qirib tashishi mumkin. Lekin bu bir avlod kishilarning qonliq badili, yana bir avlod kishilarning hurlikka chiqishiga yo'l ochqusi. Xayr, omon bo'linglar. Bu qitimliq roman anlatışımız müşergici bo'ldi. Kela qitim ko'rishayli, xayr xo'sh.